bunday hollarda ayrim haydovchilarimiz bilmasdan qizildan o'tib kelishyapti. Ba'zilari esa afsus avariya bo'lishyapti. Nima sabab bo'lyapti? Bitta dona svetofor bo'lgani sabab bo'lyapti. Bir dona svetofor. Bir xil joylarga e'tibor bersangiz, to'liq qilgan svetoforlarni. Ba'zi joylarda esa bitta dona svetofor ko'ramiz. Shu tegishli tashkilotlar shu bir dona svetofor bor joylarga iloji boricha qarama-qarshiga ham bizga qaratib qo'yinglar. Mamlakatga ham qo'yinglar. Mabodo kattaroq transport vositalari shu svetofor bittasi to'sib qo'ysa, biz boshqa tomon svetoforga qarab haydovchi ko'rib oladi qanaqa yongan. Birinchi tomondan bu qoidabuzarlik bilmasak qo'yadi hozir haydovchilar. Eng yomoni shuki, ko'p holda avariya bo'lishi mumkin. Bo'lyapti ham. Shuning uchun iltimos qilamiz, shu narsaga e'tibor qaratishinglar. Mana ko'ryapsizlar. Pastda shunaqa sersa turib, shunaqa qizartirib qo'yasizlar. Manfaat yeyotgan bo'lsa, kommentariyada kelgan qoldirib, boshqalarga ham jo'natib qo'yinglar, ular ham bilib olsin. Qoidalarga rioya qilinglar.